Assalomu alaykum aziz muxlislarim. Hammalar yaxshimisizlar? Uychilar tinchmi? Tinchlik omonlikda, eson omonlikda ko'rishgan o'ziga, g'oyibona ko'rishgan o'ziga shukr Allohimga. Qaranglar, mana kecha shaharlarga borib keldik, pensiyalarni olib. Lavandani ja havas qilardim. Bitta to'y bo'lsa ham olib keldim. O'zim ko'paytirsam bo'lar ekan. Keyinchi mamlaqa gartenziya oldim. Bunisi to'q qizil ekan, bunisi to'q голубой ekan. Olib keldim. Bu yil qishim bilan o'yimda o'sib olsa, yana yilga xudo xolisa yerga ekaman. Qaranglar. Bagidan bilinar ekan, bunisi boshqacha, bunisi boshqacha. Gullarim hammasini ekib chiroyli qilib qo'ydim. Endi bular hali kun issiq, o'yga olib kirmayapman. Mana kesgan. Nimami? Ot esimdan chiqib qo'yardi shunday. Mana. Ancha yaxshi bo'lib qoldi kesganim uchun. Ani kuni kesgan razmarinlarim bor edi-yu, o'shalarni kesib ko'chat qilyapman. Men bu ja yo'g'onlarni bu yoqqa olib qo'ydim, kelinlar quritamiz deyishyapti. Men bu uchida ingichkalarni ham olib qo'ydim mana. Bularni ham quritishar ekan. O'rtasini ko'chat qilyapman. Chiqamiz. Hammasini qilib chiqyapman. Yaqin bo'lib ketmasmikin? Yumshoqqina bo'pti. Yeri. Ko'ramiz. Mana endi bismillah deb, mana ko'chatlarim ko'ring. Baylarini olib tashladim. Arnivinga ozgina bulab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ekamiz. Ekib, bundoq qilib tegini chimchalab qo'yamiz. Mana. Arnivinga bulab. O'sha qiyshuv kesgan joyim bor-ku. Mana, qiyshuv kesgan joyimni. Ekamiz. 2 cm, 3 cm. Keyin bundoq qilib tegini bosib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi hammasini ekib olaylik, keyin ko'rsataman. Ana qaranglar. Bittasiga sig'madi qilgan ko'chatim. Qilaman desam shox rosa ko'p. Lekin men shu ikkitasini ko'chat qildim, qolganini mayli, kelinlar quritib qo'ysin. Shu ko'kar bersa ham katta gap. Ikkalasiga 20 ta ko'chat ketdi. Ko'kar vasan ish qilib, Allohim. Tavakkal. Bu kechgacha turadi-da, yaxshilab sug'arib qo'ydim. Kechqurun o'yga olib kirib, ustiga klyonka yopib qo'yaman. Anaqa, qopcha kiyg'izib qo'yaman. Ishim rosa ko'p. Kecha shahardan mamlaqa kichkina atirgul olib keldim. Bo'yi past atirgul, karlikivi. Qarang chiroyliligini. Mana qarang, chiroyliligini, go'zalligini qarang. Shularni ekishim kerak. Piyonlarimga vaqtim yetmayapti. Piyonlarni ko'chirishim kerak. Poliklinikadan bizga putyovka berdi dam olishga. Bir hafta bayin. Mana ko'lavamiz. Rasa joyi yoqdi deb yil. Jonivor. Zo'r bo'ldi. Yerga ekkan yaxshi-da. Mana ko'ladik. Mana voy oyoqni tushdim. Sekin baylar yirtilmas. Voy. Tegini chopamizmi yo'qmi, Bahrom? Yo'q, bahorda chopiladi. Tegichi, qarang, ildizini te tomonidan-chi mana Mahmuddan. Mana shu te tomonidan
Mana tepasida bir ikkita ildizi qoladi-da, mana qarang. Tet tomonida mana bunaqa tanasi bor, mana bunaqa tanasi. Mana tet tomon. Mana shuni shundoq kesasizlar. Mana bundoq kesasizlar. Tepasida bir ikkita ildiz qoladi. Kesasizlarda o'sha tegi talinkasini ekib qo'yasizlar. Ustiga 2 sm to'poq qilib. Ko'rasizlarmi? Mana bu ham bolachalar bor, chiqadi. Tepada bir ikkita ildiz qolsa bo'ladi-da. Mana bu shart bolta bilan chopasizlar. O'shanaqa qilib ko'payib ketadi. Buni hozir endi ekib qo'yamiz. Sal torlik qilyapti. Mayli, qishim bilan chiqarib olsak bo'ldi. Sen bilan kichkina bo'lib qoladi. Bir ikkita baylari ketadi. Turpoq qani? Ularni olib tashlaymiz. Tikkaroq qo'y. Sal bir yoqqa engashdi. Hozir turpoq solamiz. Mana ko'chirib ekib oldik. To'g'izib sug'arib qo'ydik. Bu bittasi. Mana bunisi ikkinchisi. Yaqin. Uzoqroqdan olaman. Bo'yimda, bo'yimda, mana bo'yim. Mana bo'yim, mana. Mana yangi bay chiqaryapti. Endi to'yda chiqaradi bagini. Kechigindi chorsudan olib kelgan lavandani ham ekib oldik mana. O'g'lim uydaligidan foydalanib qolay. Mana ekib oldik. Mana gullar mana sekin ochilishni boshlayapti. Ko'zimizni yashnatib ochilib qolishadi yaqinda. Tolgulim qaranglar. Kech bo'lsa ham ochilib berdi. Mayli 1 oy turadimi, 15 kun turadimi? Oqi ham endi ochilmoqchi. Bular qoladi. Qizlar, bu 1-2 yillik yerda turgan anaqalar qoladi. Ja 20 gradus bo'lsa uradi, lekin ildizdan chiqar ekan. Mana shularni 3 yil 4 yil oldingi 25 gradusli sovuqlarda urdi-da, tegidan chiqdi yana. Anu kichkinaroq o'zim qilgan ko'chatlarni to'yga olib qo'ydim. Mana oqi ham bor ekan. Bu jonivor yaxshi rivojlanmadi. Suv kam ichdi shekilli. Mana azizlarim, mana buni bilasizlarmi nima? Dro'jali suv. Dro'jani bir qoshig'ini 1 litrligiga solib, orqasidan yana 1 qoshiq shakar solib, iliq suvga aralashtirib qo'ydim. 2 soat bo'ldi. Yaxshigina oshibdi. Buni 10 litr suvga aralashtirib gullarimga beraman. Nimagadir yaxshi rivojlanmayapti. Shuni berib ko'raychi. Mana bu idishga 5 litrlik bo'lsa kerak. Boyagi dro'jali suvni aralashmani yarmini soldim. Yarmini solib, endi bismillah deb bularga ozgina quyib chiqaman. Xudo xolisa nasib qilsa, piyonimni ko'chirmoqchiman. Ko'chirib ekishni ko'rsataman. Mana bitta mamunim qolib ketibdi. Hammamiz sog' bo'laylik, omon bo'laylik, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda g'oyibona diydorlashish nasib qilsin.